Bemor tilidan qo'lim xuddi o'zimniki emasdek yoxud begona qo'l sindromi. Bir kuni chap qo'lim bilan eshikni yopmoqchi bo'lsam, o'ng qo'lim uni yana ochib yubordi. Avvaliga e'tibor bermadim. Keyin esa bu tez-tez takrorlana boshladi. Bir qo'lim bilan kiyimimning tugmasini taqsam, ikkinchisi yecha boshlaydi. Go'yo bir tananing ichida ikkita niyat bordek. Eng qo'rqinchlisi, qo'lim harakat qiladi, lekin men uni atayin boshqarayotgandek emasman. Men aqldan ozmadim, hushim joyida. Qo'lim o'zimniki ekanini ham bilaman. Lekin ba'zan u mening xohishimdan tashqari harakat qilayotgandek tuyuladi. Bir narsani ushlab oladi, surib yuboradi yoki mutlaqo keraksiz harakat qiladi. Atrofdagilar uchun bu kulgili yoki tushunarsiz ko'rinishi mumkin. Men uchun esa juda bezovta qiluvchi holat edi. Keyin nevrologga bordim. Shifokor bu kam uchraydigan sindromlardan biri ekanini, ba'zi holatlarda miyaning ayrim qismlari o'rtasida muvofiqlashuv buzilganda shunday bo'lishi mumkinligini tushuntirdi. O'shanda birinchi marta men o'ylab topayotganim yo'q ekan deb yengil tortdim. Bu holat begona qo'l sindromi deb ataladi. Ishonasizmi? Miya ba'zan shunday ssenariy yozadiki, hatto Gollivud ham chetda qoladi.